Malınız kim ki qeptimiz. Mektepke manqamda chiqib vaqtingiz qadaqcha? 4-5 kundan qoldi. Chiqqanapti. Maktabga ketib bo'lgandan keyin o'tib qolmayotgansizmi ne? Qanday unutib qoldingiz? Demak yaxshi ko'rib qolibsizlar. Sizga o'xshatma. Qaras, vishnangizga qumbat o'taya. Benim ishqa yo'q, qumbaytiyman. Qizoldigan lazım bo'libdi, men so'rasa yo'q. Baliqni batib shunday bosmam joyga doim pullab bo'g'lamaydi. Siz nima ketgandan keyin bek xizmat deb ketmay, salomatligingizni azra chiqib layqi ishlang. Chiqib o'qishni tutib, kerak bo'lgan uchurarlikda sizni saqlayman. Xotirjam bo'ling. Shuni zug'mang ha? Hem siz belki vaktiniz yap durmay, öyle günler ketken kırıp kalmışsın. Görün ama sonra kayıtay. Okula hoş geldin. Oyalım telefon kutuya var. Ben anlamadım galiba. Hey Kutam. İdarada bugün Jabar istegan saldırışlab qoldim. Bugün qitqan xizmatlar chiqdi. Xotirjam o'tiraytinglar. 15 minut bartma. Ma'qul, rahmat. Bizga bak amroq bilsang, ma'qul. Xo'sh, hozir bartma. Balan, Hemen. buldun ha balan. Yakınma şimdi oynuyoruz çöpeyde. Ürümçü bek soğuk balan, bir tal çapan eyvallah mı ki balan sana? Çöpelerin bayan mektepte. Eyvallah balan ma keriye ölen ürümcünün havası okşumaydı balan. Aklına çıktı hadi korkayana. Makul balan. Ben boğanda ol balanın çırayınacak bir de. Çocukkan bir de. Ben boğanda ol balağa yazaklarına. Bunda kolayını kal. Oy bun demek kögülük, hem de bun demek kögülük. Oy babamda günlük gözler çıktı. Sen babamda. Vallahi Ahmak bala. Bunlar kutsal mısın bala? Hem de ben seni kandan taşı gibi etmek bala. Beni ötüyorsan babamda beni bala. Hem de ben kandan yaşayayım ben bala. Mama günlük gözler için beni ötüyorsan Şunun bilen güdek bu nadan kız birdemlik köngülnün keyniga kirip oliy maktab hayotini mana mushundaqla oxirlashtirdi. Bir erning atalmış muhabbatiga ishinib, hamma odamning la'natini keltiradigan boshqalarning uyini buzdi degan nomni oldi. Amaliyotda bu qiz u erning oilasi borligini bilmaydi. Uzoq o'tmay bu qiz u er bilan to'y qildi. 5 yildan keyin Bakıyorsunuz var. Seçimsiz ilerledi. Bir kötüz mü? Bilib turib so'raysiz kerak. Qachon bir amay kirib baqqina o'ygiman. Azırak olsun mu? Ben de mi gentir kızı? Qiziq deydi. Sig'matdan turistkanqa. Buna siz kıştın azır. Bir 5 minut burun uyunun icaresini söyledim. Nima ijarasi lan? Ey sen öyle baka aldırıp pul işte başka işim yok. Ben keçkini sırt katırmış uyunu bak deb tartmagan jafon qavmida. Ben de mi kılmam sen? Nima qildin?
Nima qilganing o'zingning esingda yo'qmi? Ayni vaqtda oliy maktab o'quvchilariga qo'ng'anlik qilib, men bu bo'lmag'urishni qilmagan bo'lsam, mushkulga men qamaytim, sen qamaytim. Bilsam buni qanday yurtganligimni ayni vaqtda qo'ng'andi. Har mashina 180 falan dajda o'ldirilmaydi. Senda bosh ayolingga ajrashib, seni elib qanqib mushug'imi ha? Ayni vaqtda siz o'zingiz bilan meni o'qitmim yo'q degan tushunasiz. Xotdim yo'q desam, sen oliy maktab o'quvchisi bo'lgandan keyin sen buzuqmash qo'ng'anliqsiz yurgan bo'lsang, mash bo'lmaydi. Endi men bilan sizga xatolikmi? To'g'ri, men xatolik o'zimni meni. Buzuq, o'zimni turolmaydi. Men endi qanday qilaman? Endi mening hech qanday chekinish yo'lim qolmadi. Agar oliy maktabda yaxshi o'qib, jamiyatda bir kishilik o'rnini tepib, ondan to'y qilgan bo'lsam, buncha baxtsiz bo'lib qolmas edim. Men haqiqatan bak pushaymon qildim. Baldur yechilgan gul haqiqatan baldur to'ziydi ekan. Ey ojisin Allah, hergizmi bir damlik ko'ngilning keyniga kirib, ömürlük baxtinglarni nobud qilmanglar. Mendan ibrat elinglar.